obzorimiz sizlarga shunaqa asal vyazniy dvoykalarimizni obzor qilib ko'rsatib beraman qizajonlar. Ko'rsanglar bo'ladi, homilador ayollarimiz ham bemalol kiysa bo'ladi. Umuman qorninglarni bilintirmaydi ham, ko'chada ham maza qilib kiyib yuraverasizlar. Ko'rarsizlar bo'ladi, o'zining kilotlari bilan birga kilotning yonida cho'nchalari ham bor qizajonlar. Imamning yonini qaranglar, qanaqa asal chiqqan. Buning uchun ikki xil modelda olib kirib qo'yganmiz. Orqalarini ham bemalol ko'raverasizlar. Har xil ranglarda, mana shu har xil rangi bor. Ikkinchi modelni hozirlik ko'rsatib beraman. Mana bu ham shunaqa asal turadi. Nebichniy modelda oldilarini ham ko'rarsizlar bo'ladi. Yoqali qilib ishlangan shimlari ham mana rezinkali imomlar sarsi ham o'tadi. Ko'rarsizlar bo'ladi. Narxlari 330 ming so'm chiqqan. Ranglarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Seri ranglarda, qora seri aralash ranglarda, bejuviy rang, imakigan rangim, korechnoviy, mana korechnoviy ham shunaqa asal. Xohlasanglar mana buni ochsanglar ham bo'ladi. Men buni yopib olganman modniy turishi uchun. Bu yerda bordoviy hamda qora rang. Xullas hammasini olib kirib qo'yganmiz. Narxlar tepada aytib o'tganimda 330 ming so'm. Bemalol kelib, kiyib ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar dastavka xizmatlarimiz 12 ta viloyat bo'yicha ishlaydi.